Hammaga salom. Men bugun sizlarga Anjir milliy taomlarida akroshka qanaqa tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Qatuni olamiz. Tabga ko'ra ozroq tuz, ozgina qaymoq, tuxumimizni, sarig'ini ajratib, talqonday maydalab akroshkamizga qo'shamiz. Endi chiroyli qilib buni yaxshilab aralashtiramiz. Endi keyingi ishimiz bodringlarimizni kubikcha shaklda maydalab qo'shib olamiz. Endi esa go'shtimizga o'tamiz. Go'shtimizni ham kubikcha shaklda maydalab olamiz. Go'shtimizni ham qo'shib olamiz. Endi kartoshkamizni ham kubikcha shaklda maydalab olamiz. Kartoshkamizni ham kubikcha shaklida solamiz. Endi tuxumimizga o'tamiz. Tuxumimizni ham kubikcha shaklida chiroyli qilib maydalab olamiz. Tuxumimizni ham qo'shamiz. Tabga ko'ra ukropimizdan mayda qilib qo'shamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, akroshkamiz tayyor. Agar sizlar ham akroshka yetishni xohlasalaring, biz Anjir milliy taomlarimizga tashrif buyuringlar.